Juda ham ko'p namozxon birodarlarimizda qandaydir jinsiy a'zosidan suyuqliklar kelishiga shikoyat qilishadi. Ya'niki maniga o'xshash suyuqlik. Bu aslida prostata bezi suyuqligi hisoblanadi. Ayniqsa tahoratni buzishi dilni xiratib qo'yadi. Har bir erkakda oz-ozdan har kuni prostata bezi suyuqligi ishlab chiqariladi. Lekin ayrim holatlarda, ya'ni kim juda ham ko'p stressda bo'lsa, surunkali charchoqda bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam qon aylanishining buzilish holatlari kuzatilsa, prostatit kasalligi bilan og'rigan holatlarda bu suyuqlik o'z navbatda oshib boradi, ko'payib ketadi va albatta tashqariga chiqishni boshlaydi. Bu hech qanday uyatli holat emas. Bu holatda nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda albatta bu holat nimadan keyin kelib chiqayotganini aniqlashimiz kerak. Ya'ni kim surunkali charchoq bormi, stressli holatidanmi yoki umuman kam harakat qilamizmi? Ayrim bir mineral va vitaminlarni yetishmovchiligi holati bormi? Yoki bo'lmasam rostdan ham bizda surunkali prostatit kasalligi holati bormi, yo'qmi? Mutaxassis bilan ko'rishib, bog'lanish kerak va albatta bunga chora ko'rish kerak. Doimiy bu narsani takrorlanib turishi albatta organizm uchun signal hisoblanadi. Kasallikni o'z vaqtida davolaydigan bo'lsangiz, bu kasallikga albatta 100% davosi bor. Bundan qutulishingiz mumkin.